Bugunning hikmati. Bugunning hikmati. Shokir o'g'liga qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shaga ko'tarilmagach, jahl bilan mashinasiga o'tirib maktabga yo'l oldi. Manzilga yetib kelgach, shasht bilan sinfxonasiga kirdi. O'quvchilar hurmat bilan unga salom berish uchun o'rinlaridan turganda, ularga e'tibor bermay ustozga yuzlandi. Bugundan keyin o'g'limni qo'shimcha darslarga olib qolmang. U biznesmen bo'ladi. Baxtiyor, tur o'rningdan, qani ketdik ishga, dedi u. Shoshmang. O'g'lingiz ingliz tili olimpiadasida respublika bosqichiga chiqdi. Biz tayyorlanyapmiz, dedi ustoz. Qanaqa olimpiada? Mening o'g'lim vaqtini bekorchi narsalarga sarflashni istamayman. Vaqt bu pul degani. Baxtiyor, tur o'rningdan ketdik dedim senga, dedi Shokir va o'g'lini sinfdan olib ketdi. Oradan kunlar o'tib, Baxtiyorning do'sti Doniyor uning yoniga keldi. Baxtiyor Doniyor bilan dadasining zavodiga borishdi. Bekor darslarga bormayapsan-da, dedi Doniyor. Dadamni bilasan-ku, dedi Baxtiyor. Shu payt Baxtiyorning dadasi ularning yoniga kelib, bolalar, sizlar narigi xonaga chiqinglar. Hozir chet ellik hamkorlar kelishadi. Shartnoma imzolanishi kerak. Narigi xonada bizning suhbatimizni eshitib o'rganasizlar, dedi Shokir. Hamkorlar kelishdi. Ular ingliz tilida so'z boshlashdi. Tarjimonning onasi betob bo'lib kela olmaganligini, shunday katta zavodning direktori ingliz tilini biladi degan taxmin bilan vaqt yo'qotmaslik uchun o'zlari kelaverganini aytishdi. Shokir ularning so'zlariga tushunmay shartnomani uzatdi. Kechirasiz. Men ingliz tilini bilmayman. Keyin tarjimon ham kelishini aytgandingiz. U nima uchun kelmadi? Dedi Shokirning shashti tushib. Hamkorlar esa Shokirning so'zlarini tushunmay bir-biriga qarashdi. Hamkorlar esa Shokirning so'zlarini tushunmay bir-biriga qarashdi. Shu payt otasining noqulay holatga tushayotganini sezgan Baxtiyor do'sti Doniyorga: "Do'stim, sen mendan yaxshi gapirasan. Men kursga bormay qo'yganman. Chiqib ularga tarjimonlik qil", deya iltimos qildi. Doniyor xo'p deya darhol narigi xonaga chiqib, ularga salom berib, inglizchada: "Men bu kishining o'g'liman. Sizlarga men tarjimonlik qilsam maylimi?" dedi odob bilan. "Ajoyib. Nechanchi sinfda o'qiysan?" dedi hamkorlardan biri tabassum bilan. 10-sinfda, dedi Doniyor. Va dadam o'zlari o'qiy olmadi, lekin bizni o'qishimiz uchun sarmoya kiritdi. Men inglizchani yaxshi bilaman. IELTSdan 8 natijam bor. Sizlarga tarjimonlik qilishim mumkin, dedi Doniyor kulib. Barakalla. Sen haqiqatdan ham ravon gapirar ekansan. Biz rozimiz, dedi ikkinchi hamkor. Keyin stulga o'tirib bafurja gaplashib olishdi. Suhbat so'ngida shartnomalar imzolandi. Shokir hamkorlarni kuzatgandan so'ng narigi xonadan o'g'li Baxtiyor ularning yoniga chiqib keldi. Shu payt Shokir Doniyorning o'rnida Baxtiyor bo'lish ham mumkinligini o'ylab o'g'liga qilgan ishdan pushaymon bo'ldi. "Bolalarim, men noto'g'ri o'ylagan ekanman. Baxtiyor, ingliz tilini davom ettir. Bundan keyin sening ishing faqat o'qish bo'ladi", dedi Shokir. Bugunning hikmati.